o'lish ham qo'limdan kelmasa. Mana shu olovga tashlasam, barchasidan qutulaman. Nega kelding? Sen bu yerda nima qilyapsan? Seni qidirmagan joyim qolmadi. Yana menga nega kelding deysanmi? Hamma joyga qo'ng'iroq qilib chiqdim. Kasalxona bormi? Hushyorxona bormi? Yaramas! Ablah, askashsan sen! Askash! O'likxonaga xabar qilmabsan-da. O'likxonaga ham qolgan yo'q. Bu yerga qochib kelib, kimga nimani isbotlamoqchisan? Hech kimga, hech nimani isbot qilmoqchi emasman. Yo'q. Azizim, hozir hamma joyda ishlatib qarayapti. Nima bo'pti? Bo'shatishgan bo'lsa bo'shatishibdi-da. Bitta sen shunaqa bo'psanmi? Ha! Bitta men shunaqa bo'ldim. Ha, degancha. Kecha seni Gleb so'radi. Nima deb so'radi? Dalam qani dedi. Yolg'on! Gleb meni unaqa demaydi. U meni ota demaydi. Aynan. Ana u qayoqqa yo'qoldi deb so'ragan bo'lsa kerak. Yo'q, bunday emas. Ey Xudoy, sen kimga o'xshab ketyapsan? Hozir o'zimga insonning o'ziga o'xshab yashashi qanchalik huzur baxsh ekanligini bilsangiz. Mana oqibati. Hayot supurindi misol axlatxonaga qilib tashladi. Qo'ysangchi bu gaplarni. Buvamni, otamni, onamni qul malay ruhida tarbiyalashdi. Ulardan malaylik menga ham meros. Men urushdan keyin tug'ilgan. Urushdan keyin tug'ilish nima ekanligini bilasanmi? Ular peshinasida sho'ri bilan tug'ilishadi. Qo'rqmay yashashning faqat bitta yo'li bor deb o'ylayman. U ham bo'lsa mansab, amal. Amal tilla poyasining mumkin qadar teparog'iga chiqmoqchi bo'ldim. Ana o'shanda o'zimga o'xshagan qo'rqoqlar tuproq ko'qallik qilmoqchi bo'ldim. Yo'q. Olmoqning ham bermog'i bor. Har narsa uchun haqqa to'lash kerak. Nima? Sen mehnat qilmadingmi? Haqqini to'lamading. To'ladim. Lekin nima bilan? Xushomat bilan, malaylik bilan. Qaragin. Menga yaxshilab qaragin. Axir men butun vujudim, yuzim, ko'zim birdek yo'q. Yo'q, bo'ldi. Yo'q. Nima qilaylik?
ham shunaqa bo'lib ketdi-da. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi o'z o'rniga qaytadi. Kimnidir g'aji, ye. O'rniga hech narsa bermasdan yashadi. Obro'sini o'g'irlab obro' topdim. Rizqini o'g'irlab rizq ko'rdim. Ana endi har kuni ertalab turaman-u. Bir burda nonimni halollab yesam deb o'ylayman. Lekin bo'ldi. Xohlaganingdek yasha. Xohlaganingdek yasha. İstagani topiladigan. Nima ish qilaman? Yo, qo'limdan nima keladi? Egilib bukilish, tirjish keladi xolos. Rahbarlarning ko'nglini olish keladi. Tarixda ma'no bo'lmasa ham chiroyli gapirish keladi. Bular mening qon-qonimga singib ketgan. Rost gapirishga butun tanam qarshilik qiladi. Eng alam qiladigan joyi shundaki, hech bir tirik jon men qilgan pastkashlikni qilmaydi. Hatto bo'ri ham xiyonat uchun o'z-o'zini qatib tashlaydi. Men shunga ham qodir emasman, tushunyapsanmi? Qodir emasman. Nima deganing? Shunaqa degan. Necha martaligini bilmayman-ku. Bir martasiga o'zim guvohman. To'g'rimi? Nima to'g'rimi? Bo'shni bilganni to'qiydi-da. Men amaldorlarga yuzim bilan, sen esa tanang bilan ko'rasan. Yo'q. Xudo ursin aka. Hech narsa bo'lgani yo'q. Nega endi odamzod boshiga kulfat tushgandagina Xudoni eslab qoladi? Sog' salomat, o'ynab kulib yurganda emas-a? Esingdami? Esingdami dalaxo'lida? O'sha xom semiz, og'zidan so'lagi oqqan boshlig'im senga suykalganida. Negadir Xudoni eslamading? Sen o'zingni majburlab unga ko'z suzganingda ham Xudo yodimga kelmadi. Yodimga kelmadi. Yo'q, gapirasizmi? Yo'q. Gap ikkovlaring o'rtalaringda. Nima bo'lgan yoki bo'lmaganida emas. Gap shundaki. U sening ko'kraklaringga qo'l cho'zganida. Negadir rashk va g'azab ustini tuymadim. Qaytanga xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim, tushunyapsanmi? Xursand bo'ldim. Bas qil! O'z xotining haqida bunday gaplarni gapirgan uyamaysan! Yo'q. Yamni bo'ldi. Sen dala hovliga chiqamiz. O'sha yerda mahruja gaplashib qolamiz, nima deysan? Yo'q. Hammasi tamom. Endi bo'lsa ket. Tushundim. Omading chopib turganda baloday yuruvding. Egilib, bukilib, o'zing aytganday malay bo'lib. Kerak bo'lib qolganda meni ham birovlarni to'shagiga uloqtirding. Xo'p, endi shunaqa bo'lib qolibdi. Nima qilay? Nima qilay? O'zimni osib o'ldiraymi? O'ldiraman. Yo'q.
Yo'q! Bo'ldira olmayman. Chunki Gleb bor. Gleb. Men uni harom bilan boqdim. U menday otani boshiga uradimi? Agar qo'lingdan kelsa, uni o'zing tarbiya qilib ol. Endi bo'lsa kel. Yaxshi. Shu yer senga yoqyaptimi? Unda shu yerda yashayveramiz. Nima bo'pti? Glebni ham shu yerga olib kelamiz, a? Unaqa bo'lsa, men ketaman. Har kim o'z imkoniga zamonda yashayapti. Yo'q, Lyonya. Lyonyamda qolma. Kelmaysan. Meni tashlab ketma. Lyonya. Lyonya, unday qilma. Meni tashlab ketma, Lyonya. Sen hozir eringni emas. Uning qolgan qutgan qolig'ini ko'rib turibsan. Lyonya, ketma. Shu yarimta jonimni ham tinch qo'ymaysanlarmi? Omon bo'l! Lyonya, to'xta! Lyonya, to'xta! Lyonya, qayt orqangga! Lyonya! Thank you.